Asr Beladoni ko'ylalarimizdan Eri Fashion optikoy do'konimizga yana paftor keldi. Qizijonli ko'rishingiz mumkin. Qanaqangi komfortliligini, materiallarini mazza qilib yuvib bemalol kiyaverasizlar. G'ijim bo'lmaydi. Cho'mtaklari bor, yon qismida ko'rishingiz mumkin. Oldida zamoklar bor, bemalol ochsangiz bo'ladi. Krujevalarini ko'rishingiz mumkin. Kачественный krujevalardan qilingan, Swarovski toshlari bilan bezatib qo'yganmiz. Qo'sheti qilingan, juda ham chiroyli turadi. Ustida ko'rishingiz mumkin. Mana orqa qismini ham ko'rsataman. Qaranglar, qanaqangi zo'r. Hamma razmerlardan olib kelib qo'yganmiz. Kiysanglar mazza qilib kiyasizlar, umuman kirishib ketmaydi. Umra haj safarlariga ham bemalol shu ko'ylaklardan olib kiysanglar bo'ladi. Birinchi kiyib olgan rasvetkam o'zimda ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Mana bu yerda boshqasini ham ko'rsataman. Qaranglar, qiziljonli, qizil rangidan ham bor. Oldi qismini mana boylab olsanglar ham bo'ladi. Orqasida chiroyli, nejni bo'lgan fialka rasvetkalardan ham olib kelib qo'yganmiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 36 dan 52 gacha ham 6 qo'shsanglar o'zbek razmeri kelib chiqadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 350 ming so'm. Hammalarni Eri Fashion optikoy do'konimizda kutib qolamiz. Agarda kela olmasanglar, butun O'zbekiston bo'ylab